Oho, nimaga bu kompyuter bunchalik qotyapti? Hech qanaqa modlar ham qo'shgan yo'q. Hamma modlarni o'chirdim, lekin 10 FPS. Bu notebookda otib borib kallasiga bitta soladigan notebookga. Yo, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana mana o'sha Crafmangina videorolikga xush kelibsizlar. Bola qaraysizlar. Da xullas jigarlar. Qatga yetib qoldi, salomlashaman deb. Xullas bola mana bu notebookimiz juda ham qotyapti. Negaligini bilmadim. Minecraftda 10 FPS bu juda ham kam. Mayli bo'ldi. Albatta sizlar videoga kirishlardan tezda like bosib, tezda kanalga obuna bo'lib tashlanglar. Davay bola. Sizlarni kutyapman. Savoman bola tezroq 1000 ta obunalarni yig'ish niyatim bor. Shu kunlari soliya buni atak bizga bolta kerak emas, hozircha telefonimizga kerak, все bo'ladi. Endi esa xolos boramiz edi, ishimizni qilamiz, ya'ni pause ishimizni qilib kelishimiz kerak. Sababi pause ishimizni qilmasa, mer biz bilan normal yurishadi. Yana bu nima bo'ldi? Mayli, все, normal bo'la. Hozir mana bilan yaxshilab tozalab olaylik. Nimaligini bilmadim, cho'tib kamazga o'xshadi-yu. Mayli bo'la, hozir boramiz, ko'ramiz edi. Degan esa mana bilan yaxshilab tozalab olamiz, oppa. Va все, normal. Endi esa mana bilan tozalab olishimiz kerak. Oppa. Normal bo'la. Qaranglar, eshitilarmi? Kartochkani narxi oshibdi. Juda ham yaxshi bo'lsa, menga juda ham foyda degani sababi bilasizlar, sovuqda endi bo'la, hamma ham kartochkasi qolmagan bo'ladi. Shuning uchun kartochka normali, ya'ni normali xullas o'sha bola narxi ko'payadi, shuning uchun endi esa mana bilan yaxshi tozalaymiz edi. Ko'ringlar, mana o'sha omadsiz kun boshladi menimcha. Sababi qaranglar, bu nima chirgan kartochka chiqmasdi menda. Amalga otib boramiz. Voy, palakat buzib yubordimmi buni? Endi qanaqa to'g'rilayman buni? Palakat toz bo'ling, to'g'rilib ko'rishimiz kerak. Opa. Voy, palakat, lekin bola bitta joyni vayron qildim. Hamma ninchon mali nima ham qiladi deganda odam bo'lib turadigan holat. U sakramaslik kerak. Sakrab anaga otmoqchi edim. Xuddiki anaqa bir basketbolchilarga o'xshab, lekin o'xshamadi. Hamali endi buni ekamiz va hammasini ekib qo'ysa, merga olib borib bersa, bo'ldi. Undan keyin bu nimaligini so'rasak, undan keyin bo'ldi. Undan keyin ish yo'q bo'ldi. Prosta bugun yo ertaga oylik olaman. Undan keyin esa mazza qilib bo'lib 100-qishloqqa ketmoqchiman. 100-qishloqqa ketib, do'stimdan yangi arendaga mashina olaman. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom qarab, yaxshimisan? Yaxshi o'z qali. Yaxshidan. Xolos mana bilan xatga beray. O'zimga berasan-da. Xolos mana oling mer. Ana bu nima bilmaysizmi? Xolos yana yozimga tushirgan yaxshi bo'ldi. Xolos menga bog'liq emasmi bo'ldi? Xuddi senga bog'liq. Voy, palakat yana nima? Xolos ko'ram, bugun qishloqqa kelding-ku sen. Kecha xolos qudug'imizdan suv tugagan edi. Shuning uchun bu bilan suv olib keltirgandim, lekin bilmadim, dvigatel kuyib ketibdi. Dvigateli buni odam qani? Buni odamni shaharga qaytib ketdi, tuzatib beringlar deb. Voy, palakat, shuni endi nima qilishimiz kerak? Shuni motorni qayerdan bo'lsa topib, xolos sagas qildirasan, undan keyin esa bunga qo'yasan, boshqa nima qilasan? Voy, palakat, mayli qo'yib beraman. Pulchi. Pulni o'zim to'layman bir bola qilib. Mayli, pulni o'zingiz to'lasangiz bo'ldi. Oho, endi buni tuzatishimiz kerak. Bekorchiman, mayli bo'lib, bugunchalik bekorchiman-ku. Mayli tuzatamiz. Mana bo'ldi, motor kuyib ketgan. Motor portlab ketmaganmi nima bo'ldi? Qishloqni motori qani? Shu kuyib ketgan, olib ketishdi. Tushunarli bola, lekin juda ham zo'r qaranglar. Bu yerda suv oqib ketibdi. Suvmi bu yo qonga o'xsharkan ko'pincha? Amali bola, necha suvdir. Esa boramiz-da, xullas mana bularni ketmomniga topshirib kelaman va undan keyin zakaz qildiraman. Lekin bilmadim endi bola, bu qayerdan topaman buni? Mayli bola, hozir bitta bir bolog'im izlab ko'raman. Balkim telefonga tushirib, bitta o'zimiz xullas bola, davay. Hozir sizga bitta narsa aytaman. Xullas, meni bitta do'stim bor, moshlanadi. Xullas bo'lib 5 ta bormog'ida, bitta bormog'ida yedlab olgan. Shuning uchun o'shanga tashlaymiz. Undan keyin menga nima qilib berish kerak? Bu topib berish kerak. Motor qanaqa buni? Degan esa xullas so'ppana qilamiz edi va unda bitta dona screenshot olamiz. Mana bu oldidan ham bitta dona screenshot va endi mana bu orqa taraflardan bitta qanaqa screenshot rasmga olsa, to'ppanna qilamiz va все bo'ladi. Rasmga oldik, endi jo'ramga tashiyman, o'zim jo'ramga. To'ppanna Telegramdan tashiyman va как раз onlayn ekan, juda ham yaxshi. Suratlarni tashiyman va yozaman. Xullas do'stim, qara. Mana bu mashinani menga motorni topib bera olsam, iltimos agar topib bera olsang, o'zimni bilasan, uyimda 10-chiqdagi o'shanga zakaz qildirib ber va все bo'ldi. Golosga yubordik. Endi esa mamchi kelish kerak. Mana tashadi o'zi. Xo'p, o'zi zakaz qildirib beraman. Juda ham yaxshi bo'ldi, juda ham yaxshi bo'ldi. Zakaz qildiradigan bo'ldi. Endi bilmadim qancha vaqtdan keladi. Mana bu taraf keladi o'zi bola har doim mana bratan uyga, ya'ni bu dastavchik bola. Assalomu alaykum Bobur tog'a.
Va alaykum assalom, Krif tog'a, yaxshimisan? Yaxshi o'z qilay jigar. Yaxshi qaraysan? Yaxshi dam. 10-yilga kelmaganimga vaqt ko'p vaqt bo'lib ketdi-yu. Endi ishlar bilan yuribmiz-da. Juda yaxshi kelib tur endi. Kelib turibman, ora-tora, 100-yoshlarga ko'p qolyapman, lekin u yerda ham ishim juda yaxshi ketyapti. Juda yaxshi. Xo'sh, bizdan nima xizmat? Xullas, hozir ana bu ko'k mashinani ko'rdingizmi? Da motor kelib ketibdi. Dvigatel. Dvigatel ya, uzr. Xullas, o'shanga dvigatel zakaz qildirib olib kelish kerak. Da hozirgina aytganda, hozir yuborishdi. Mayli, unigacha qancha vaqtdan keldi? Keladi. Bir 2 minutcha sabr qilsang keladi. Mayli, biratam, mayli. Cho'tki bo'l, cho'tki 2 minutcha kutsa kelar ekan. Mayli, uni qolsa bo'ladi. Davayta o'z menda bitta ideya bor. Xullas, bo'la mana bu misal shu ochchi qiynalayman-da. Mana buni bo'la bilmay qotib qo'ygan, shuning uchun shuni almashtirmoqchi, ungacha kelib qolish kerak. Shuni almashtiramiz deb motorni o'rnatamiz, kelgandan so'ng bo'ldi. Merni o'zi pulni to'laydi. Boya o'zi aytdi bo'ladi. Endi boltamiz olib, xullas bitta daraxt chopkazay. Mana bu daraxtni chopsam, bu daraxt umuman chopilmaydi. Bu daraxt menga juda ham yoqadi. Yoqadigan daraxtdan bormi deysizlarmi? Hammasi shunaqa daraxt, lekin buni o'zim ekkanman, shuning uchun yoqadi. Degan esa mana bularni hammasini yaxshilab, xullas chopamiz amaldagi daraxtlarni. Undan keyin esa xullas bundan bitta zabor asimiz shu yetadi bo'ladi. Lekin mana bu tarafdan chopmaslik kerak edi, sababi mayli bo'ladi. Mana barglar yo'qib ketadi. Undan keyin daraxt ham yo'q qoladi. Bo'ldi, sezilmaydi, baribir ham sezilmaydi. Juda ham yaxshi. Esa buni xullas daraxtga aylantirishimizga kerak. Uje bo'ladi, tilimni ham sevib uje xullas cho'tki bo'ladi. Degan esa ozgina butdan chop olamiz-da, xullas versak kerak bo'ladi bizga. Versakdan hozir yasab olsam ekan, hammani versakni qo'shtimda versagidan foydalanaman. Nima bo'la? Tilim uje sepib chiqib ketdi, bola sepib chiqib yerga tushib, xullas uzilib ketdimi, sepib nima bo'ldi? Mayli bo'ladi, nechada. Endi esa mana buni qo'yamiz deb va mana bunaqa qilib bola bu yerga qo'ymayapti, taksiyo. Mana zabor cho'tki. Endi esa yangicha zaborni o'rnatamiz. Davay, bu ikkitalik o'rnatamiz ham, ikkita zabor. Juda ham yaxshi. Unda agar sezadigan bo'lsanglar, yo stop bo'la, yo uzr. Xullas, bu 100-qishloqdagi nima ham zaborim ham ikkitalik demoqchi edim, lekin u yerdagi zabor emas, ana bu chiqadigan zabor, ya'ni uydan chiqadigan zabor ikkitalik bilsanglar agar, juda ham yaxshi. Shunaqa qilmoqchiman bu yerni. Degan esa ikkitasini birinchi, ikkinchisini olib mana bu qo'yamiz. Aniq shu vaqtda zakaz kelgan bo'lish kerak. Mana buni olib tashlayman, endi bo'la ikkitalik qo'yish kerak bunga. Stop, mana buni olib tashlamoqchi edimmi? Palakat. Shu o'zi nima kelgani, olib tashlash kelganimi? Voy, palakat shuni nimaga sindirib bordim. Bo'ldi, menimcha. Endi esa va yangisini qo'ysa, bo'la ikkitalik bo'ldi, juda ham yaxshi. Degan esa boramiz, xullas, o'sha ana bu yerga toshni bitta sozlab olishimiz kerak. Tak endi esa bo'la ozgina bosh og'riq bo'ladi menimcha. Endi bilmadim nimasi bosh og'riq. Tak bundan qancha chiqadi bo'la, xullas 3 ta chiqar ekan, 3 ta chiqadi. Ikkitasi mana bu qo'yib borsam, bo'ldi. Qanaqa bosh og'riq bo'la, bo'lib, всё, normal. Endi esa mana bularni hammasini yo'q bo'la, mana bu kerak emas bizga. Mana bu chirib ketgani, ya'ni ishlamay qoldi bu uje. Qotib qoldi. Mana buni tashlab olsam, yetadi bo'la. Endi esa menimcha bo'la aniq shu vaqtgacha kelgan bo'lish kerak. 2 minutdan ham uje oshib ketdi. Juda ham yaxshi. Endi esa mana bu solib qo'yamiz narsalarni. Oppa va всё. Endi esa borib xullas o'sha bo'la motorni olib, qanaqa motor, palakat motor deyver mana shunday dvigatelni olib xullas o'rnatib beramiz. Undan keyin buni bitta test qilib ko'ramiz. Yuramiz keyin bo'la juda ham yaxshi. Deganda esa birazanga boramiz. Qanaqa salom bermoqchimanmi yana? Qo'ya salom berdimi? Xullas tog'a, nima deysiz? Keldimi zakaz? Keldi. Qayerda? Mana buni ichida. Juda ham yaxshi. Merni o'zi to'lov qilarmikin? Merni o'zi to'lov qilaman degandi. Mayli, merni o'zi biladi unda. Xullas bo'landa esa buni motorni biza o'rnatib berishimiz kerak. Bu yerga bo'yim yetmaydi. Mana bitta bizga blok kerak bo'lib, bu yerga mana bo'yim yetmaydi. Qanaqa o'rnataman. Bu lekin juda ham katta kamaz ekan. Juda ham yaxshi. Endi bo'lib bu yerdan nima tashiydi bilasizmi? Suv tashiydi bu kamaz bilan, agar bilsanglar. Degan esa buni oppa o'rnatamiz. Всё, bo'lib, всё, normal. Endi ham shu yurish kerak. Lekin bo'la cho'ta bo'la, motorga o'xshamay qoldi, qaranglar. Cho'ta bo'la, stop bo'la, вообще bu. Mayli bo'la, Minecraft park bo'ldi menimcha. Ayb menda emas, bo'la, menda ko'rmaydi. Mayli bo'la. Qimmat kelgan bo'lsa ham kerak, sababi bilasizlar, mashinaning dvigatel juda ham qimmat turadi. Endi bu yursa bo'ldi, bo'la, yuradimi? Bo'la yurar ekan. Voy, sekin. Bu jo'rigim tez yuradimi bu? Bo'la, bu qanaqasiga buncha tez yurapti bu? Mashina ham tez yuradi bu. Ya'ni sport karlardan ham tez yurar ekan. Juda ham yaxshi bo'ladi, juda ham yaxshi. Endi esa xullas sekin uyim yoniga olib qo'yaman. Qanaqa uyim yoniga? Stop, brat, bo'ldi, qo'yingda uyaltirmaydi odam. Voy. Bu rolga ham bo'shmaydigan mashina ekan u.
Mayli bola, endi sen meni yoniga olib borib qo'yaman. Undan keyin ona sensin bu moshdan minganda yaxshi odam o'ldiradi bu moshda. Voy stop. Buni ta'sir bo'la rolib bursam bu qadilla unchalik burilmayapti. Voy stop. O'ldirib qo'yasan odamni kamaz. Voy sekin. Bu tormoz ham ishlaydi buni, roli ham burilmaydi, nima bo'lar? Voy stop, drift ham bo'ladi. Stop, tur yo'qole. Ey, bu yoqqa. Ey, qochma, qayerga tur yo'qollaringga. Qara, nega yurdim qishloqni bilmadim, lekin prosta turgim keldi bola. Endi siz lekin orqaga qoshlaring yetilish shu vaqtda oldin chiqmalaring iltimos. Stop. Buyruq qo'yamiz, bo'ldi. Все, bola, bizga boshqa problema kerak. Tusha, nimaga miyasani? Bo'ldi, menimcha normal. Qaytib miyman xullas. Bilmadim, bola bu upgrade qilingan bola. Motor, qanaqa motor? Dvigatelni juda qimmatni berib yuborishgan, bilmadim. Kirib bunchalik ham tez yuradim bu. Bosib ketay deb qoldim, bilasanmi meni? O'zing yo'ldan chiqasan, yana bosib ketay deb qolding, tur yo'qole. O'zi yo'ldan chiqadi, shunaqa qilib mayli merga xabar beraylik. Mer xullas motorni soldim. Ko'rdim, juda ham yaxshi chiqalding. Mayli. Xullas kalam, rahmat. Arzimidi. Bola, lekin qaytmayman bu mashinaga. Qanaqa mashina? Kamazga olib ketsin, menga baribir. Bola, gapni qaranglar. Bu meniki yana aytaman, olib ketsin deb. Mayli, shu yerga o'tirib endi boyaga olgan videolarni montajni qilib, undan ko'ra 10 FPS da olingan videolar montajni qilamiz. Mayli bola.